Ikkinchi savol. Ammiak parchalanganda mollari massasi 10 gramm bo'lgan gaz aralashmasi hosil bo'ldi. Demak, bizda ammiak bor ekan, ammiak gazimiz NH3 parchalanyaptiki, azot bilan vodorodga parchalanadi. 2 moldan 1 mol azot, 3 mol vodorod hosil qiladi. Jami 4 mol. Jami 4 mol hosil bo'ldi. Endi mollar massasi 10 gramm bo'lib qoldi. E'tibor beradigan bo'lsak, massa masalan, massani o'zimiz berib olamiz 17 gramm. 17 gramm. 17 gramm massa. 17 gramm 10 gramm bo'lib qoldi. Endi bunda nima qilamiz desak, mana bu qarang. Demak, mollar massasi kamaydimi? Mol ortib ketdi. Mol ortib ketdi. Ya'ni 10 grammimi, 10 gramm taqsim molimiz 1 mol bo'ladigan bo'lsa, mana 17 grammimiz necha mol deyman. Necha mol ekan? 1,7 mol ekan. 1,7 mol ekan. Tasavvur qiling. Mana bu 1 mol bo'lsa, mana bu 1 mol bo'lsa, mana bu 1,7 mol bo'lib qoldi. Demak, o'zi mana bu ikkilasi 4 mol edi. 4 mol. 2 moldan 4 molga o'tsak, ortish 2 molga ortish. Bizda nechiga ortish desak, 1 moldan 0,7 1 moldan 1,7 molga ortishganda, mana 1,7 molga o'tganda ortishimiz, ortishimiz 0,7 ga ortish. 0,7 dan qancha deyman. Mana 2 moldan 2 mol ortish bo'lsa, 0,7 dan qancha deb proporsiya tuzaman. Demak, 0,7 ni 2 ga ko'paytirib 2 bo'ladigan bo'lsa, baribir nech chiqar ekan? 0,7 chiqar ekan. Bizda unumni so'rayapti. Bizda dastlab 1 mol deb oldim. Unumni topish uchun 1 molimiz 100% bo'lsa, mana bu 0,7 molimiz necha foiz deymiz? 70% bo'ladi. 70%. Demak, to'g'ri javob C.